Assalomu alaykum, radnolar. Bilasizlar, biz ish faoliyatimiz ko'p vaqtdan beri bir ishlamadi. Xudo xolasa endi bundan keyin bo'lgan ish faoliyatimizni boshladik. Do'konimiz ochiq. Azongi 9 dan kechki 7-8 gacha ochiq bo'lamiz, kelarasizlar. Chexollarimizni yakib qo'ydik, bir qatdan ko'rib ko'rsatib beraverasiz. Qarang, bu yerda Cobalt, Nexia 3, Matiz, Nexia 2, Lacetti, Spark mashinalarini chexollarga yakib qo'ydik. Bu chexollarimiz qanday chexollar, qaysi firmaniki? Qaranglar, sizlarga hozir bir qator ko'rsatib o'taman. Bu arzon chexolning yaxshi varianti bo'ladi. Mana. Buni brendni bilatonlar biladi. New brendidan bo'ladi mana. Bilasizlar, shunda qaymoq ranglisi bor. Qaymoq ranglisi bor. Keyin siniy ranglisi bor bu yerda. Qaranglar, siniy rangli. Bundan her türlü rengli maşinlar var. Siniy ranglisi, qora ranglisi var. Bu New brendiniki bo'ladi. Sifatlari zo'r, qaratları birga bir tushadigan varianti bo'ladi. Bu yoqda Lacetti'ga ham bor shundan maloshinlardi. Bunda seriyalari bor. Keyin bu yoqda Nexia 2niki ham bor. Nexia 2 ham dim ko'p mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 qarchi 15 tane Nexia var. Nexia 2ga. Bunda Cobalt'ta hammasidan xudo xolasa ko'p. Bu ne yapar ki huzur töreli? Buna çiğkol bilen bu çiğkoldan farkı var da mı ne? Radnoylar. Buna çiğkoldu bilesizler 350 ming so'mdan qo'yib beramiz. Şu yüzünde ustanovkasi bilan 350 ming so'm. Kerak bo'lsa meni belinde podoshka, mana to'qimalar variantlari bor. Buni 400 ming so'm bo'ladi. Buni ustanovkasi bilan 400 ming so'm bo'ladi. Shura turganlar hammasi. Bu bir rombikli deb aytiladi mana. Ular İstanbul bilan tushirilgan. Bularga tikilgan bo'ladi, sovoqli bo'ladi. Buniki esa rombikli bo'ladi. Mana qaranglar, kengaylar, e'tibor etinglar. Mana rombikli deganda bu pechat bilan bosilgan. Material yaxshi materiallar. Kojasi ham yaxshi material bo'ladi. Organ nisbatan. Shuning uchun bahasi bo'larki 400 ming so'mdan chiqadi. Keyin buni qishki sezonlardan ham aytib qo'yganmiz. Qishda issiq sezon, qishda issiq bo'ladi-da, muzday bo'lib, qiyomat bo'lib, muzday bo'lib turmaydi. Azondan minganingizda tovarlar qalin tovarli bo'ladi. Mana. Ahamiyat berasizlar. Mana shu yerning materiali qalin material bor, yupqa material bo'lmaydi bu. Aniq bir 300lik, 350liklarga o'xshagan chexol emas. Mana shotlankalari bo'ladi. Qishda xudo xolasa azon bilan mashina mingan vaqtda issiq bo'lib turaveradi mana. Bunda har xil rasvetkalari bor. Hamma mashina iloji boricha bor. Kelsanglar shu yerning o'zida chiroyli deb 400 ming so'mga ustanovga deb beramiz. Yo'q, men ustanov kerak emas desanglar, bu yerda ustanov pul qaytda soladi, 350 ming so'mga beramiz mana. Kelaverasizlar, shu videoni toza mashina olgan bo'lmasa, chexol to'zib bergan bolalarga tashlab qo'ysanglar, manfaatli bo'ladi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.